Beşinci bab. İlliq, tinish kuz kunlarida to'g'raqliq go'yo tutash ketgan, mavj urib turgan oltin ranglik to'lqin ichida chayqilayotgandek ko'rinadi. Bu bir xillikni buzib turgan etizlarga yangidan o'nib chiqqan yop-yeshil ko'zgi bug'doy maysillari bir necha kun qaysarlik qilib boqadi-da, oxir tan berib asta-asta bu cheksiz seriqlik ichiga qo'shilib ketadi. Sarg'aygan bog'larda ko'z optipi voyaga yetkazib pishirgan yali yemişler, etizlarda sarg'ayib pishgan, to'pi bosgan qo'noqlar atrofga mast qilg'uchi piraqlarni tarqatadi. Sarg'ish o'tchib bosgan etiz dalalar bilan mahalla o'tirisiga agri to'qay yo'llarda liq saman, o'tchib besilgan ko'tak harvalar asta mengishadi. Etiz ishidan ostola bo'shagan odamlar bo'lsa, illiq, rahat bag'ish, ko'z optiqiga qoqlanishni Xudoning ne'matlarini huzurlanish deb biladi. Shundaq kunlarning birida tushdan keyin og'ichi do'ngda ko'z optiqiga qoqlanib, bosh beqishib o'tirgan ikki ayol qumliq o'tirsidagi harva yo'lida mahalla tarafga qarab kelayotgan bir odamning qarshisini ko'rib qoldi. Uni ahromonliq cho'ng yoshli ayolning tizig'iga beshini qo'yib yenicha o'tirgan yosh ayol avval ko'rdi. O yerda bir nimaning qarshi ko'ringanda qiladi. Odammi ya? U beshini hamrohining tizidan elib, cho'lib ketgan sochlarini o'ngshab, beshiga ro'molni ortib oldi. Ikki ayol tangli qo'llarini peshonasiga qo'yib, jimirlab turgan poyansiz qumliqda xuddi bir tal og'amchidek so'zilib yotgan yo'lga u yerda tavirnib, medirlab turgan nimaningdir qarasiga tikilib qarashdi. Qara verib ko'zlari talganda yosh ayol yana odam ekan, mahallaga qarab kelyotdi dedi. Bu ay bu kunlarda bir kim kelmaydi. Kimdi u? Dedi ahromonliq cho'ngroq ayol. Ular uning kimligini faraz qilishga urinib uzoqcha qarab o'tirishdi. Hojining tuqqanlaridan birarimikin? Yo'q, ular dehi yaqinda kelib ketmadimi? Heliqi uzun pochoqlarning birarimi deya. Ular qerib qoldi, safarga chiqolmas bo'lib qoldi. Qara bargan sari zo'rayib, uning egiz bo'yliq, chat soqollari o'sib ketgan, juldir kepan bir kishi ekanligi, uzun tayoqdek bir narsani murisiga ortib olganligi ayon bo'ldi. Soil ekan, nimanchala bo'lib ketganda odam qo'rqidaklar. Qo'lida tayg'i bor ekan, yursizlar uyga ketildi. Yana birdan turib boqaylik, biz to'naydigan birarimi tehi. Yo'lovchi xil yiqilishib qoldi. Uning kirishib ketgan sallisi ostida g'ijimliklashib turgan uzun sochlari yuz ko'zini bosgan soqoli bilan tutishib ketgan edi. Yertalib o'tmi to'shib bo'lib ketgan kiyimlaridan qo'yiq mayda tuklari, jarohat qoplagan kir, uruq teni ko'rinadi. Yalang oyoq putlarini tengib olgan eski latlardan qon temib turadi. Er kishi ikki ayolni ko'rib hayajonlangandek bo'ldi. Ko'zlari parqirab nimalarnidir deb baqirdi. Voy xudoyim-ey, u Solih bobkormi nima? Qarasizlar, dadasiga o'xshash ikki mursi oldiga chiqib turmamdi. Voy qanday qilay, shu ekan, Solih bobkor ekan. Onasi ko'rsa nima bo'lib keta? Yugursilar, uydagilarga xabar qilib qo'ysizlar. Yosh ayol yog'liqini qo'lida tutqunicha mahallaga qarab yugurdi. Cho'ng yoshli ayol qo'rqib, ichida bir narsalarni o'qib, heli mahal tarafga, heli asta qing'iyib yo'lda yetib qolgan Solih oxun tarafga qarab o'tirdi turib qoldi. Hayal o'tmay mahalla tarafdan qiyochiya yig'izar ovozi anglanib, bir to'p cho'ng odam va ushoq bola chiqib keldi. Hammasining oldida Solih oxunning oq chashliq onasi uzun hossiga tayangancha vaqirab yig'lab kelyotdi. Uni kelini yo'lib olgan edi. 7 yil ilgari Solih oxun manganda quchoqda, bo'shikda, ishik tubida qolgan, hozir cho'ng 12 yoshlarga kirib qolgan 3 bolasimi birga kelgan edi. Solih oxun birar oy yetib oran o'ziga keldi. U kishilarga Oqsuv, Kucha, Ko'rli taraflarda janglarga qatnashganligini, Muhammad oxunni Qari shahar atrofida o'lib ketdi deb anglaganligini aytib berdi. Badiulatning
saltanati va mag'lubiyatini, o'rda atrofidagi ikki yuzlamalik munofiqlik suiqasdlarni, qo'shinning teri bilan bo'lg'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan bu yigitning lashkari yurish va janglar to'g'risidagi hikoyalari uzoq yillargacha to'g'riqliklar orasida tarqalib yurdi. Uşaq ballar qum do'nglari orasida qo'llaridagi qilichlarni egiz ko'tarib, Allohu akbar deb to'g'lab jang o'yini o'ynashatdi. Utqan taraf qum dövsi ustiga yugurib chiqib, zamonni Yaqub qo'shbegining zamoni, tinish bo'l, omon bo'l deb vaqirishadi. Salih babkar dadisidan qolgan do'konni qo'liga ilib, babkarlikqa kirishib ketdi. U kamso'z, qapqi yomon odam edi. U ko'tirib kelgan kishilar tayoqmikin deb qolgan narsa miltiq, ya'ni kelib ingliz miltiq edi. Salih axun janglarda yurib miltiqining naqadar muhim narsa ekanligini, miltiq bo'lgandila har qanday dushmanni yer tishlatib jonni qo'g'dab qolg'ili bo'lganligini tushunib yetgan edi. Yenida miltiqi bo'lsa, yuragi butun, ko'ngli to'xtiradi. U kishilarga ortiqcha gap qilmay, o'zi yaxshi ko'radigan miltiqini pokiz tozalab, qo'yniga saqlab kelgan 5 tal o'q bilan qo'shib, latiga yo'gab to'g'ri tiqib qo'ydi. U uni hamon bir kuni asqitib qoladi deb o'ylaydi. Badavlat hokimiyatining og'dirilishi bilan to'g'riqliklarning sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi yana uzilib qoldi. Ular yangi hukmronlarning nima ishlarni qilayotganligidan xabarsiz edi. Turda Axun o'lib ketgandan keyin o'zlari bosh qo'shib, uning cho'ng o'g'li Yusuf Axunni yuzbeshi qilib saylab oldi. Kanatda ham ish yana ilgirki tartibda davom qilaverdi. Kishilar har kuni mungluq azon ovoziga agishib masjidga chiqadi. Namoz o'qib bo'lib, nemining gunoh, nemining savob, qandoq odamning do'zaxga, qandoq odamning jannatga yaqin ekanligi to'g'risidagi vaz nasihatlarni anglashadi. Yer teriydiganlari yerlarni terib, mol boqadiganlari mollarni ko'paytirishning g'amida bo'lishadi. Faqatla ilgirki o'shir zakat siliq yasaq suylab üzülmay kelib turadigan noinsof Divanbek, Jallod Sufat Mirza, do'rg'alar shamol uchirgandek yo'q bo'lib ketishgan edi. Onda sanda u yer bu yerdan kelib qolgan kishilar jahonning tinchib kangrichilik bo'lib qolganligini, Chin davlatining ulug' xoni puhralar hol kunni o'ngishib olgacha olvon yasaq bosh xarijat ilinmaydi deb yorliq tushirganligini yetkazishadi. Darvaqa bir necha yil o'tmay ko'tak harvining chaqi ostida yonchilib sulg'an o'chibga o'xshab qolgan to'g'raqliqlar asta qaddini rustlashga boshladi. Sarg'ayib ko'zlari pildirlab qolgan chiroylarda qizillik paydo bo'ldi. Kishilar zamonlarida yana ulug' Chinxoni uchun duo qilishadigan, Allohdan uning ko'ngliga texmi ko'proq insof diyonat, mehr shafqat ato qilishni tilaydigan bo'ldi. Ular Chinxoni Guangxuining davlat ishlarini isloh qilish uchun qonun o'zgartishni yo'lga qo'yganligi, islohot mag'lub bo'lib, podshohlikdan ayrilib, podshoh o'rtasidagi Nilufar ko'lining o'rtasida bir uyga nazarband qilib qo'yilganligini bilmaydi. Ular keyingi o'zgarishlarni podshohlik taxtiga 3 yoshlik Fu Yining o'ldirganligini, biroq oradan 2 yil o'tibla Chin sulolasi hokimiyati og'dirilib, Jungu tarixidagi tunji jumhuriyat qurilganligini, 5000 yillik tarixga ega podshohlik tuzumining ana shunday yo'qitilganligini xabarsiz qoldi. Chunki to'g'riqlik bak chat edi. Oradan xeyli yillar o'tganda shaharga berib kelgan biri Chin podshohi og'dirilibdi degan xabarni elib keldi. Kishilar hang-tang bo'lishib, davlatda podshoh bo'lmasa qandoq bo'lib ketar deb andishaga tushib qoldi. Keyin bu andishini unutib, akam kimni olsa yangang shu, bizga kim qo'yibdi, undaq ishlarga boshqa turishni deyishadi. To'g'riqlikda qurolliq ikki chirik bilan bir amaldor paydo bo'lib qolganda, bu yerdagi odamlar dastlabda qo'rqdi, qiziqsindi. Keyin yuqoridagi amaldorlarimiz bizni unutib qolmabdi, ha nima bo'lsa deyishib, xo'shalmi bo'lib qolishdi. Uzun qora tovar chapon, tovar bo'k kiygan, chiroyidan yerlik odamlardan ikkaliga chiqib turgan bir amaldor chiriklarni boshlab, uyma-uy kirib, cho'ng-kichik hamma odamni xatlab, dehqonlarning chorva mollari, terg'u bo'lgan yerlarning sonini elib, tizimlab, bu yerning alohida
təmlik paxlan go'shi va mashrablarning huzurini yetkichi surib qaytgandan keyin to'g'raqliqlarning orami buzildi. Alman yasak bosh seliq yiquvchilar yo'l jabosidan qo'rqmay birining keyindan biri kelishga boshladi. Shahardagi amaldorlar har oqshimi bir necha xil bosh Alman yasak o'ylab topadiganday qiladi. Bara yer beji, uy beji, tuz beji, o'tin saman beji, choy beji, yog' beji, bog' beji, bozor beji, yo'l beji, ko'rik beji, chorva beji, tuyoq beji, tugman beji degandek haddi hisobsiz bosh Alman yasaqlar kishilarning gejgisidan besib tin olmas qilib qo'ydi. Alman yasaq bosh dastidan yer, uy chorballarini setib xonavayron bo'lib ketgan dehqonlar, tilamchilar ko'paydi. Hunarmand kasblar do'konlarini tashladi. Soliq Axun jamiyati ota-bovasini tortib bobkorchilik qilib kelgan, hunariga tayinib qadar ahvol kun kechiradigan kishilar edi. To'qigan matolari sipti bo'lganligi, ortiqcha bahoda talashmaydiganligi uchun mahaldagilar ichida inovat topgan edi. Soliq Axunmo ota-bovasining yo'lini tutib, yurtdoshlarining ishonchisiga erishib, egilikini iziga selib oldi. Hunarga qo'li kelib qolgan o'g'liga ayrim do'kon qurib bermoqchi bo'ldi. Biroq zamonning yana kajlig'i tutadiganligini kim bilsin? Yaqindan buyon uning chiroyi ichilmas bo'ldi. Zehni chechilib, qo'llari kalab bo'ylashib, ilgirgidek kecha-kunduzlab ishlagisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Alman yasoq yiquvchilar har qitimda uning bir top matasi uchun 3 topning pulini oladi. U har qancha takalishmi ularning alpasini yondira olmaydi. Bargancha topgan puli Alman yasoqimi yetmas bo'lib ketganlikdan qilmaya mushu ishni, do'kon bo'lmasa mushu dardmi tugar deb do'konni nechqitim chuvibmi tashladi. Muhtojlikqa chidamay yana qurashtirgan bo'lsa-mu, turilgan qopqi zodi ichilmadi. Yer teray desa, yerning tayini yo'q. Qumliqning o'tirsidagi olqanchilik bu yurtda tirikchilikning yo'llari bekla oz, tor. U ba'zida xotin bolalarini agashtirib, xurjun qochilarni yutib, yeri keng, suyi mo'l, ozoda yerlarga ketishni o'ylab qoladi. Lashkarlikda yurib jahonning qo'yini naqadar kengligini ko'rib, ota-onam qumliqning o'tirsidagi ashu kichkina yerda qandoq bo'lib turib qolgan bo'lg'aydi debmi o'ylab ketgan edi. Lekin 2 kunlikka qolgan onasini o'ylasa, bu o'ylaridan voz kechadi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, ko'nglidagi tugunni yetolmaydi. Yuragi g'ajab turadigan g'ashlikdan qutulolmaydi. Alman yasoq yiquvchilar yana keldi. Biri pakar, biri egiz, ikkalisilar bo'kini akal desa, beshini ilib kelgan shum talat bir nimalar edi. Badavlat zamondami mushundaq odamlar bor edi. Keyin yo'q bo'lib ketgan. Hozir yana paydo bo'ldi. Texmi ovib, texmi g'aljirlashib ketdi. Ular uning to'qigan matolarining soniga ishonmay, uyini oqtirmoqchi bo'ldi. Mijozim yo'q, do'konda o'ldirolmadim deganiga ishonmadi. Uning uyini ostin-ustin qilib, xotin bolalarini qo'rqitib, bolalarga qishliq kiyim-kechak qilib berish uchun ner elib qo'ygan 2 topnimi elib chiqib ketdi. Shu chaqda uning qallasida nimadir vol-vol qilib qolgandek bo'ldi. Uning qallasiga bir o'y keldi. U darhol eg'ilga kirib, to'g'risdan eski lotiga o'rab qo'ygan ingliz miltiqini elib tushdi. Surtib tozlab, o'q silib, bog'ning orqa temidan sakrab tushib, Ushki buloqqa boradigan yo'lning chetidagi daraxtlikda mo'kib o'tirdi. U paraz qilgandek uzoq o'tmay, biri pakar, biri egiz 2 odam bu yo'lda paydo bo'ldi. Ular yiroqdala kulishib, paranglashib kelyotdi. Egizraki kimnidir qattiq qo'rqitganligini harakatlari bilan doğrab ko'rsatmoqda edi. Ular yaqinlashdi. Soliq Axun asta tiznib o'tirib, egizni qarg'a oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang u chikmo'laq tushdi. Pakina chirqirab oldiga qarab qochdi. Soliq Axun uni qarg'a oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang umudim tushdi. Soliq Axun Salih mergan miltiqini daraxtlikka yoshirib qo'yib, uyiga qaytib kirdi. Qo'rqib ketgan xotin bolalarining chiroyiga qaramay, do'konining oldiga o'tib, ishga kirishib ketdi. Uning qo'llari boshqacha chabdatlashib ketgan edi.
Şanının ko'tarilib tushgan chog'dagi ritmli ovozi uningga xuddi yaqinliq sozning ovozdek anglatdi. To'g'riqliqlar dastlabda gum qilgan ovozning nimaning ovozi ekanligini bilolmadi. Qo'rqib, titrashib, uylaridan chiqib atrofga qarashdi. Ota-ona, bola-chaqa, urug'-tuqqanlar bir-birining dirgini qilishib, hol ahvolishib, bir-birining salomat ekanligini bilib, ko'ngli to'xtatishdi. Shu orada O'shki buloqda atrofidan yuqorqi mahallaga kelgan biraylar yo'lda qonga milinib yotgan ikki odamni ko'rganligini xabar qildi. Kishilar bu ikki odamni darhol tanib olishdi va ularni jirg'iga silib masjidning oldiga ilib berishdi. Ularning biri allaqachon o'lgan, yana biri qansirab hushsizlangan edi. Yuzbeshi do'rg'ular shu kunilar bozorga odam mang'izishdi. Shu kechasi to'g'raqlarning ko'ziga uyqu kelmadi. Yoshlar bilan ushshaq bolalar masjid oldidagi maydonda kechacha parang selishtirib o'tirdi. Qiyirlar bo'lsa texmo bakrak mukchiyib, texmo bakrak yo'tilib, ko'proq vaqtini jaynamozda o'tkazishdi. Hamma odam ko'nglida bu ishni kim qilganligini bilib bo'lgan edi, ammo hech kimning og'zidan biror og'iz gap chiqarmaydi. Bozordan amaldorlar bilan chiriklar keldi. Mahallada bir haftadak turib, uyma-uy kirib qurol yaroq aqtirib, cho'nglar, yoshlar, bolalar va ayollar bilan ayrim-ayrim so'zlashdi. Oxiri Solih Bobkarni uydan tutib chiqib, dingziga selib, otning kayniga so'rtib, bozorga elib mangdi. Uning qeri onasi bilan bola-chaqalari toki yiqilib qolguncha uningga agishib yugurib mengishdi. Eng oxirida cho'ng o'g'li bir qoch suvni dadasiga ichirib bo'lib, vaqirab yig'lig'incha yo'lda o'ltirib qoldi. U qora otning orqasidan goh yugurib, goh yiqilib, goh qopib so'rilib ketayotgan dadasining qarshi qumliq bag'riga singib ketguncha shu holatda o'ltirdi. Solih Bobkar tutilgan kundan tortib kishilarning og'ziga Xadicha degan bir ism chiqib qoldi. Tulg'utun Xadicha shu ish bo'lgan kuni daraxtlikka o'tib o'tin targili chiqqanligini, shu yerda Solih Bobkarning uzun bir narsa ilib yo'lda ketayotgan ikki kishini otganligini, gum qilgan ovoz chiqqanda o'zining qo'rqib yerga yetib olganligini, ko'zini ichib qarasa Solih Bobkarning daraxtning kavukiga bir narsa tiqayotganligini, chiriklarga bir-birlab so'zlab bergan, ham ularni daraxtlikka boshlab berib, miltiqini tepib bergan ekan. Solih Bobkar shaharda jaduga besildi. Shuningdan keyin to'g'riqliqlar Xadicha otliq bu ayolning chiroyiga qaramas bo'ldi. Xadicha degan ism to'g'riqliqda noyida ko'p uchraydigan ism edi. Ammo shuningdan keyin hech kim qiziga Xadicha deb ism qo'ymaydigan bo'ldi. Xadicha ismliklarning ismlari o'zgartirildi. Bir necha yilgacha tug'ilgan o'g'il bolalarning hammasiga degidek Solih deb ism qo'yildi. Ish buning bilan oyoqlashmadi. Bir kechasi bir ayolning ichinishliq dod faryodi kecha osmonni zilzilaga silib, kishilarni shirin uyqulardan uyg'otdi. Shuningdan keyin to'g'riqliqda chochlari paqpaygan, yuz-ko'zini qasmoq bosgan, o'zi bilan o'zi so'zlashib, goh yig'lab, goh kuladigan bir ayol paydo bo'ldi. Kishilar uning Xadicha ekanligini bilib, yana uningga ich og'irtishdi. Qo'lim qo'shnilari oshnan berib, borgan turgan yeridan xabar elib turishdi. Soğuq tushganda uni qabristonlikda qechib yurgan yeridan tutib, Qurbon baxshining uyiga olib berishdi. Yo'l bo'yi yulqinib, udul kelganini tepib, tishlab kelgan Xadicha baxshini ko'ribla shuklanib qoldi. U qaynitib bergan dorini darhol ichib, ittak sadoqatmandlik bilan uning og'ziga qarab jim o'ltirdi. Keyingi kunlarda kishilar uning beshini yerdan ko'tarmay uy supurib, suv to'shib yurganini ko'rdi. 50 yoshdan oshgan Qurbon baxshi shu yili qishda masjid jamoatini chaqirib, oddiy to'y o'tkazib, Xadichani nikohliga oldi. U Xadichadan 2 bolaliq bo'ldi. 6-bob. Abdukerim qori 7 yilni xalliq madrasada ilm tahsil qilish bilan o'tkazib, ustozlari va do'st birodarlarining to'sqiniga qaramay tug'ilgan yurtiga qaytib keldi. Dadasi yashnab qolgan edi. Uning ustiga dadasining rayiga bo'ysunib, amriga olgan yosh kelinchakni uzoq yolg'iz tashlab qo'yishga ko'ngli unimadi.
Yosh kelinchak ayni yillarda Badavlatning Begzodisini oshiq beqaror qilgan Sadabxon ismli sohib Jamol ayolning nevarasi bo'lib, bo'y turqi, chiroy shakli cho'ng onasining yosh vaqtlarga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Shahardan o'yinishni ko'ngliga bukib, to'y ishini kayniga surib kelgan Abdukerim Axun dadasining amriga bo'ysunib to'y qilgandan keyin ayolning o'zi o'ylagandan nechasi yiqimliq, royish va saptil ekanligini his qildi va uningga tezla boqinib qoldi. Abdukerim qari to'g'raqliqda imom va madras bo'lib yashadi. Qutlug' hoji 90 yoshida u olamga safar qilguncha izzat hurmat bilan beqib, farzandlik burchini ado qildi. Dadasining oxiratlik ishlarini ado qilibla haj safariga otlandi. U haj safarida xatarlik tog'-dovonlardan, daryo dengizlardan, yot ellardan o'tib, chiroy turqi va gap so'zi xilma-xil odamlar bilan uchrashdi. Ularning andishalik chiroyidan va gap so'zlaridan dunyoning tinish emasligini tushundi. Qashqar texmi davulg'ib turadi. Qurolliq askarlar nayz, palta, pichoq bilan qurollangan odamlar bilan to'lgan shahar qatma-qat qo'rshab ichida edi. Abdukerim Qaraji xalliq madrasada bir kecha qolib, ishonchli kishilarning hamrohligida xobiyana yo'llar bilan shahar sirtiga chiqib ketdi. U tavakkulchi emas edi. Rayish tabiatidan urush janglarga texim loyiq emas edi. Yana bir tarafdan qiyri onasi bilan bola chaqalari uning yo'liga qarshi turadi. U ana shundaq intizorlik ilkida yurtiga yurib ketdi. To'gi bilan tug'ilgan yurtiga yiqilishib kelganda qum dengizining o'rtasida yop-yeshil chayqalib turgan to'g'raqliqning dunyodagi birdan-bir tinish makon ekanligini his qildi. Yurtdoshlari uni izzat hurmat bilan qarshi oldi. Kesal bo'lib yetib qolgan onasi uni ko'rib saqib, tetiklashib ketgandek bo'lib qoldi. Bu yerga xotirjam, orom baxshoyat sohib Jamol ayolning sodda, ammo cheksiz yiqimliq nozkarashmalari bir-biridan chechan, onasidek yiqimliq cho'ng bo'layotgan o'g'il qiz farzandlarining xo'shligi uningga jahon andishlarini unutildirdi. Bu yerda u o'zining shaharga loyiq emasligini, to'g'raqliqdan ayrilmaydiganligini, mushu yerda yashab ota-bobolarning izini besishi kerakligini yana bir qatim cho'nqur his qildi. Abdukerim Qaraji 2-yildan tortib ko'nrab qolgan masjidning o'rnini egizlatib, kengratib, boshqadan yasashga tutish qildi. Madrasa uylarini yangilab, sonini ko'paytib, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'g'il qiz bolalarni madrasaga yig'ib, oralash o'qitdi. Ilgari madrasada o'qishlar o'gitiladi. Mollalar bilan ota-onalar arab harflarini doğrab yezib baxmoqchi bo'lgan bolalarning qo'liga uratdi. Abdukerim Qaraji bu qitim koni o'qitish usulini o'zgartib, o'qish yezishni ta'minlatdi. Bu to'g'raqliqning konicha o'qitish tarixidagi cho'ng ish edi. Abdukerim Qarajining qo'lida tarbiyalanib, keyin Qashqarda o'qigan Mo'min Axun ismli bir yigit Qashqardagi dangli xattotlardan bo'lib qoldi. Har qitim ilm ahlilari uning qalam tavritishini yashnab turgan gul chimanlarning gelpinishiga yoki arab arg'umoqlarining tuviqi ostidan chiqqan shamolga o'xshatganlarida u o'zining tunji ustozini eslaydi va tarbini qiladi. 7-bob. Qish oylarining bir atigini kuchsiz qish oftobiga cho'milgan mahalla teptinish edi. Samonliqlarni tatlab, qaqildab yurgan to'g'olar bilan onda-sanda qovib qo'yadigan itlar qaqshal teraklarning uchiga qo'nib olishga qog'illar bu tinchlikni buzolmaydi. Uylarning mursidan chiqqan tutun erinchaklik bilan asta ko'tarilib, havoga singib ketadi. Osmonda qanot kerib egib yurgan sarmo xuddi qetib qolgandek ko'rinadi. Yo'lda qapoq suvga ko'tarib ko'l yoki buloq beshiga suvga mangan yosh kelinchaklar bilan o'g'il bolalar ko'rinib qoladi. Osh vaqti bilan kun paraldab turgan osmondan qattiq guldirlagan ovoz keldi. Yomg'ir oz yog'adigan bu yurtda havoning guldirilishi munoyid oz ko'riladi. Yana kelib kishilar havo guldirlab chaqmoq chiqishni birer falokatchilikning beshorati, Allohning g'azabi kelganligi deb tushunadi. Dastlabda yiroqdan kelayotgan bu gurildash birdilla kuchayib yer jahonni bir oldi.
xuddi osmon gömürilib kishilarning bosh ustiga tushayotgandek bilindi. Suvga ketayotgan ayollar bilan bolalar qapoq cho'gillarini tashlab dalda joylarga qarab qochdi. Hamma odam unlik ovozda yoki ichida durt o'qib, bilib bilmay qilgan gunohlarga tavba qilishga, Allohdan gunohlarini tilashga boshladi. Ko'p o'tmay mahalla ustida qog'iga o'xshab ketadigan g'oyat zo'r qora qush paydo bo'ldi. Kishilar shu chog'da bu ovozning oshu qora qushdan chiqayotganligini bilishdi. Dod-faryod ovozi ichida kimlardir xaloyiq jinonlarni ilib qochinglar, zamoniy oxirning alomati bu deb vaqirdi. Kishilar qaznaqlariga mo'kinib, quloqlarini mahkam etib olishdi. Qora qush to'g'raqliqlarning ustidan bir necha agib g'oqirab qoyoqlarga g'oyib bo'ldi. Kishilar mo'kingan yerlaridan sallilik, do'ppi-tumonliq boshlarini chiqarib, titraganicha hovliga ko'chaga chiqishdi. Uyan-buyon marishib, boya talada turib qilib, qora qushni ko'rgan bir necha cho'ng odam bilan bolalarning og'ziga qarab turishdi. Uzoq o'tmay guldirlagan ovoz yana paydo bo'ldi. Dastlabda yiroqdan bo'sh, bo'g'iq, keyin noydi aniq kuchli anglandi. Ammo qora qush ko'rinmadi. Qora qush birer haftagacha to'g'raqliq osmondan agib o'tib, nelargadir ketadi. Tush peshin bo'lganda yana kelib bir-ikki agib ketib qoladi. Solih Bobkarning o'g'li bilan To'mirchining o'g'li o'ksida turib ko'zitib, qora qushning to'mirdan yasalganligini, bosh tarafida to'nglikdek bir yeri borligini, uningdan quloqcha kiygan uzun burutliq bir kishining beshi chiqib turadiganligini so'zlab yurishdi. Abdukerim Qarahaji masjidda o'zining safarda ko'rgan bilganlarini, paranglarning aeroplan yasab havoda uchirayotganligini, paraxot yasab cho'nqur dengiz okeanlarda uzayotganligini, avtomobil poyezdlarining soatiga qancha chaqirim yo'l bosadiganligini, Telegrama deydigan bir asbob orqali dunyoning u chetida yuz bergan ishni shu soatda yana bir chetiga yetkazgili bo'lganligini so'zlab, aeroplan degani mushu dedi. Ilgari uning deganlarining cho'chak anglagandek anglab, ancha ishinib ketmagan odamlar endi o'z ko'z bilan ko'rib, uning so'zlariga boshqadan qiziqib qolishdi. Alloh taoloning karomatiga bandaning aqli yetmaydi deyishib, shuncha ig'ir to'mirning osmonda qandoq uchalaydiganligini uzoqdan uzoq muloyiza, talash tartish qilishdi. Kimdan biri cho'chaklardagidek bir quloqini bursa uchadigan, bir quloqini bursa tushadigan yog'och otning gapini qilib, Ro'zaxun to'mirchi bilan yog'ochchi Yusuf axunni to'mir qush yoki yog'och otga o'xshash bir narsa yasab beqishga da'vat qilib edi. O'ltirganlar paraqlab kulishib ketdi. Shu parang bo'lgan kunning ertasi kishilar to'mir qushning kasal tekkandek irg'anglab qumliqning o'ttirsiga qarab tushib ketayotganligini ko'rdi. U tushib ketgan yerdan osmon palak istida ko'tarildi. Mahaldagilar ot eshak to'galarga minib, piyodalar to'p-to'p bo'lishib, is ko'tarilgan yerga qarab oqdi. To'mir qush kuyib texmi qardab ketgan. Tumshuq tarbi qumga ko'milgan holda quyruqidan is chiqarib yotadi. U tushgan yer va atrofdagi qumni qoradab sarg'ib ketgan edi. Kishilar dastlabda yiroqda qarab turdi. Keyin asta-asta yiqilishib, u yer bu yerni tutib, silab to'lg'ab beqishdi. Ba'zilar asqitib qolar deb qo'liga chiqadak to'mir tasaklarni ilib olishdi. Ro'zaxun to'mirchi bir ko'zni qisib olib, uning atrofida uzoq cho'rgiladi. Har qancha cho'rgilabmi, umrida ketman bilan o'tug'ishdan boshqa narsa yasab boqmagan bu to'mirchi to'mir qushning qandoq uchadiganligini bilolmay, ha deb beshini chaqaydi. Bir diqqat. Hayvisi bekcho'ng bo'lgan bilan bu tayliqkan. Uyan bu yonga necha aylanib qo'yibla, qumga petib yetibdi mana dedi. Allohning jazosi bu. Mo'min musulmonlarning beshida uchib ko'ranglab ketganiga g'azabi kelgan gap. Alloh jazosini bersa, mana shundoq beradi. Alloh ulug' xolsa to'mirga toshqa jon berib, osmonda uchiradi. Xolsa mana shundoq xon vayron qiladi.
Kishilar bu ishdan ana shunday xulosa chiqarishdi. Bir necha kundan keyin shahardan amaldorlar bilan askarlar kelib tushib ketgan aeroplanning atrofida cho'rgilab, u yer bu yerni oqtirib, daftarga nimalarnidir xatlab uzoq avor bo'lishdi. Ular bilan birga kelgan Tilmashning aytishicha, bu O'rusning aeroplani emish. Ichidagi ushquvchi bozor atrofidagi qumliqdan tepilibdi. Yarador ekan. Askarlar aeroplanning bir qismini cho'p to'giga besib ilib ketdi. Qolgan parcha-pura to'mir tasaklarni to'g'roqlikdagi kishilarga akilib, o'yinlarga tashlab qo'ydi. Kishilar O'rusning to'mirdan yasalgan katman bilan o'tug'ichining besi oson qayrilib ketmaydigan deyishib yurdi. Yog'ochchi Yusufxon bolalarga yog'ochdan to'mir qush yasab berdi. U to'g'roqliklar ko'rgan aeroplanga qaraganda texmi bakrak qushga o'xshaydi. Tumshuqi ko'zlari bor edi. Kerilib turgan qanoti qushning qanotiga o'xshaydi. Faqatla dumbisidagi qush uvusiga o'xshaydigan yumaloq o'ymanda do'ppi kiygan bir o'g'il bola o'ltirg'izib qo'yilgan edi. Bolalar do'ramchiq keladi. Shuningdan keyin mahaldagi har bir bolaning qo'lida degudek birdan to'mir qush paydo bo'ldi. Bolalar mahalning chetidagi qum do'nglarga chiqib olib, qushlarni beshidan egiz ko'tarib pastga qarab yugurishdi. Mening qushim tez uchidi deb bir-biri bilan baslashadi. Qo'llarini kerib og'zida g'arq qirg'andek ovoz chiqarib, yugurib ketayotgan chog'larida o'zlarini rostla osmonda parvoz qilayotgandek sezishadi.